Bu qaytib safarimiz Turpanga bo'ldi. Davay, davay, Turpanga davay. Ya biz uya nemishga borgandik? Voy, tag'men maslami olsan hozir. Ma issiqni. Pishib qolmasmiz yak baqcha. Ma issiqda mang'ilinmaydi. Voy, ikkisi chiqib bulamidi? Voy. Nima mamay turibsizlar bu yerda? Voy, ma issiqga bu issiqni mang'il olamda. Ey, sen ham suv qaysan ko'tarib oldi? O'zanga ortsiz deymiz deding-ku. Seypiyen, bu artistni suiqash izdamda. Mening momam yapto bekto deganmini. Voy, seni balo qusaqatga momankajmi? Dedi xanım. Manda hozir. Ma dikkadan bir taksi turib bile. Men to'rayimligina taksini. Amsman basamlamti? Sen basang demapti. Seypiyen, sen naştı qilgan bilan mavfichalar texi naştı qilmadi. Men naştı qilmay turib aptapga chiqib siqit og'rib qolsa qana qilmas, Biz og'rib qolsak ilonni kim tatidi? To'g'ri Sali. Momamchon men turpang meshini oldida, bolam turpangni berib tomoqni jiqya, bo'lmasa turpangni optipida issiq o'tib og'rib qolsa degan. Sizlarni naştı qilib desam qilmaysizlar. Men borayamsa. Naştı bir narsa qilib yaviring juma bo'lmasa og'rib qolsizlar.师傅你好，你好，请问去哪儿？找演员，什么演员？我们广告的演员什么广告？那个Parvana的广告。哦，什么姑娘叫Parvana？师傅，不是姑娘，是这个Parvana产品。哦，这个产品是吧？现在好多超市都有这个产品，挺好吃的。你知道是吧？我知道。所以你要去哪儿呢？现在？那个我不知道。你不知道，我怎么知道？你要去哪儿？反正我不知道，想不起来。哎，天气这么热，我挺忙的。你要去哪儿呢？我朋友知道。哪个朋友？在酒店。哪个酒店？那个酒店。哦，那个酒店是吧？那你上车，我带你去那个酒店。好的。可爱的这。我怎么了？这屁股烫伤了。哎，吐了饭嘛，慢慢会习惯。你上车，我带你去。那就好吧。Keldi. Ma. Bunu. Ulan köydü mü? Buraya turpan köye gitsinler. Çıkalım. Ulan. Zobacz. Emrahim bulsun pervane, Emrahim bulsun pervane. Emrahim bulsun pervane, Emrahim bulsun pervane. Oy to'xtang. Nim bo'ldi? Hoy, isingiz bo'lmaydi. Nimaga? Samirib ketsin. Nima yeymansa? Mana mani ya. Parvona nolmay tarkiblik shirinlik kangipin to'zdirib bo'lsa, samirib ketishdan ansirimisingiz bo'ladi. Ham bir xil payza. Parvona shirinlik kangipin to'zdiri.
Ya Misha Shumka? Nima shuki? Akşam yuz bergan ishlarni bular istaymiz qanaqa qilamiz? Ey. Bu to'ysuratxona ishlaydiganlar oqshom bizdan bir so'rin o'tag'an aka qilsam-ku. Ne oldu bir sorun o'tirib qolganmiz-ku? Hey, hozirgi muhim masala biz bu yerga oqshom nima deb keldik? Biz emas. Yasindikni. Ya nima ish qilman? Ota-onaning ustida sening isming bor-ku. Hey. Bunun ismi bo'lgan bilan u bizlarla birga yurg'asa. Hey, biz bu yer talashqanlar bari beka. Mushga kirib, mushlar bilamdi, bilmamdi, biz so'rab baqili. Ya bu yerning egisine ketganda. Ya adam babu. Voy bor. Kim o? Ayappe sıktım. Uy! Vallahi qanday ahvolinglar? Amda turdingmi? İki sirka qilib tishin chaqimizmi? İki ichvatlar. Ay, seniza. Qiyo o'tirish nima qilgani? Uy! Ey! Elqi elallar olsa bizim chaqirganimiz bizim chiqimiz. Biz bilan bolamiz elallar unutqanmoqchimi? Biz mi xilla boqalmiz elallarga chiq. Uy! Qana ahvoling sening amdan turibsan, qopqol turibsan. Nasıl yetqasin baland deyip tarpagesin ey. Turbanbek siqga usta qanday chinayapsiz-da? Bizga amal yo'q, bir şey tug'ilib o'sgandan keyin baxil ishdan shu usurganda men yo'limiz mana shunday kuyib qolibmiz endi qanaqa. Uy! Mana hayvon, mana sizlar bilmaydi, mana hayvon dunyoda hayvondek o'ynaydi odamjima. Sening de adam ko'p qolganjima. Shu asta o'ynamdikan? Ha? Voy. Sening de o'ynasam deymanjima, beklar bir xushxalab qo'ysana. Voy. Katta go'yjima, ey. Amraqjon men sen katta go'yman. Ey, sening de o'ynag'im bor meningjima. Mendek? Ha? O yaratmayapsan-da, bu Mansur Pirpir majbur bu quchoqlasam uyda dodiysan-ku. Mansur Pirpir. Amanda işte. Ma talonda do'koningizdan ism bor ekan, shuni qarab keldik. Biz oqshom do'koningizga keldikmi? Voy, chaqchaq qilmayotgansizlar. Voy, titivatdinglar oqshom, voy. Nima ish qildik? Ma'amda to'ysuratxona olganki, rasm tushib keldik bu ya. Voy, rost yodinglar yo'qmi? Voy, chaqchaq qilmanglar. Voy, bo'ldi, ziyodiga qilma. Voy, kelinglar bir choy qo'yay. Qancha ishga para olishamiz? Ya bo'ldi, biz usimidik. Ikki sirka qarab qo'yaymi ya? Sir. Mandaqki, baraq-baraqning gapini keyin deyishaylik. Biz bir og'inimizni yutirib qo'ydik. Ismi Rishad. Oqshom u biz bilan birga kelganmi ya? Ayliqi artist. Shunday qilishchi. Ko'rdingizmi? Sizlar yag'an qilyapsizlar ya bu rost yodinglar yo'qmi? Yo'q. To'xtab turinglar. To'xtab turinglar. To'xtab turinglar. Tejam elektron savdo-cheklik şirketi Turpanғы safar filmini alohida qo'llagan. Men nima qildim? Tugashdim qo'yaman. Muborak olsun Yasin. Turpanda birisi, Urumchida birisi. Yomon kelsa-ku. Yan xotinimni bek chiroyli keldi. Ey! Tul chaqchaq qilishmish ya. Qaysi qilishsan meni ya? Meni mahsub qildi deb. Ma qo'rqitib o'ynamoqchisizlar, ha? O senin xotining-ku bu, oqshom to'yliq rasm tushmadimishadi. Bir kelding. Ya menga ey, xotinim bor meningki. Ya marasimdan meni xotinim ko'rib qolsa, qanday shuldi bilamsan? Bir o'yinib bishish qildi. To'nogin gaping bugun o'xshamaydi-ku. Bu nima degan yaxshi? U to'nogin demaydi, o seni olma. Onda qilma, momo dedim. Hikayatda bu rasm tushdi o'zimishadi. Ey,
Hemini kıgan sen. Ma turpan kilimiz dimgen olsa maşına bulmaydı diye. Meni ayalım öyde çıkır yutmaksın. Kınak ötmek yemesini. Ben seni kutu al dedim mi? Akşam sen aşağı ertesi miman kılımız dimgen olsan arak içmeydi o. Arak içmeyen olsak maşına bulmaydı diye. Hemisin sen üçün karşılar şu. Şu meslek, peslik degan boş gap şu. Sen arak içsen mesul olmamsan? Vay kızımını yumuşayıp bir şey ot kuyuyatıdı beni. Ya hazır ma işte qanday hal qilamiz shuni o'ylashinglar. Qanday hal qildik? Endi şu operatorluqni tashlab, shu yangamoqchi bo'lgan xotinga yaxshi qara. Turpanda qalamsan adaş. Xotin. Turpanda. Ovozim titrab chiqmadi ku. Ben sizga 100 kilometr qaşlik qilmayman xotinni. Men mingishdan oldi dedim ku, qilayim qayerga bormayman da. Yo'l bosdan yurgini yesam unda ishlarni qilmayman. Haqdan gapga ishonmang ha. Tushingizda ko'rganman. Tushingizda ko'rgan ishlarimi? Ishnamsiz hamda. Signal yaxshi emas, men teshishga qilayman. Bu akşam gep bugün o'xshamaydi. Manda qo'g'di xotindim bu. Qo'qqida ish qilgan ekan, qo'qqida-da. Manda ish oldiga ish olsa, buningdek aroq ichmaymiz mana. Hey Pirpir. Bu ertesag'imiz akşam biz rasm chiqqanini biz bilan bilikka. Shunaq. Biz qaytgandan bilaman. Ha? Hammalar birga kelinchak bil qaytdilarmishada. Kelinchak hammalar bil qaytdi. Ya amsa bu qiz o'yini o'ynadi. Nima o'qimayman. Qiz nereden topamiz endi ya? Ay, bu qiz bola bir qancha qitim mishaga so'rak tushkil kelgan deb qotgan numur bormi? Men qarab boqayman. Ha, ma'qul. Ya Samiya. O qizning nech eri bormi nima? Ey, shu burunqilari bilan ajrashib ketgan ekan, keyingilar bilan to'y qilish shu rasm tushida. Mana. Naq mushu numur mushu qiz bola mushu. Hey, asp bangaydi. Pirpir. Ha? Ma rasmdan denizben osqisini pak sujib etgan. Ma'qulmi? Havo tarqilib ketib, oning xotining qo'liga yetib qolsa, bir yaxshi inoq ayolning beshiqi chiqsa. Ma'qul. Bu Da iskay. rasmiy juma. Ishchidigan bir narsa bo'lmabdi-ku. Shu. Nima bu? Yen xotin telefon qilmamsan? Nimishqa? Ko'rishaylik. Va ishing qilaman ha, ko'rishmayman. Ya, seni oq qiz bilan ko'rishib biz uchun qancha muhimligini bilamsan, bilmamsan? Sen aşı axlat atsın tapmızda. Benim akızla körüştürü. Ot kıştırmasa cuma mı ne? Chidim adaş, men seni o'tga ishtamidi. Ay bana kim adışın ka? Ayalım hukukas min nim koytur bilemse. Bir ishchidigan narsa kelsak bo'lmamda. Usta ketdim men. Bala kusa. Ne nim şu zıratı da. Yaydıgan işçidigan lan parana. Bu nima ishchilar men berib akilay. Men nima kelsan akanamizda narsa kelsan bo'ldi. Ko'pa, sandaydan gap bor. Ay, ko'pa deyaptimi? Vay. Nima? Qaradash. Men bu sening ko'nglingni tushunyapman. Ha? Bu ishdan xotining bilib qolsa tugashkining shu. Lekin xotiningdimi muhim bir ish. Nima ish? Qonun. Ben kanun taqash qilib nima ish qilibman? Ishga xotin ilishdan qonun xilof chiqibmi bilmamsan? Mağına kim ishga xotnapti?
Aka pervanenin şimdilikleri var mı? Baba, javanda, uzan avula. Ma'qul. Ha, Akam arkanızdan ikkinchisi kirib qo'ydim ha. O, keldim ukam. Rahmat. Ma'qulamsa, avaylab manga. Ha, buni keldi. İşler o'ngishlik iddam bo'ldi. aka ma bu aroq mı? Aroq ukam, aroq. Çatak çıktı. Nimish bo'lding? Ügre. Nima ugra? Enim dadam apalarni ilib bizning uyga kelay deb qopti. Ular safardan kelgandan keyin harda o'qishi ish qisbakan. Men yo tomoq idishni bilmaysan. Xotin kishi bo'lgandan keyin bir amal qilmabsiz. Ha. Acayip o'xshabdi. Ha? Qizim, yana bir chini et chiqing ha. Ma'qul dada. Xotin, tomoqni qanaqa qildingiz? Parvonadan so'rab. Parvona? Parvona tayyorgarchilik tamoqlari sizga haqiqiy uy ta'mini his qildirdi. Ya senin telefonunu ma'kab beramdim. O'zing kimimsan ya? Men o do'konga telefonimni ekilma deb basam. A do'konning egisi saqchiga telefon qilib qo'ysa, saqchilar meni o'g'ri deb tutib olsa, ilonni qanday tatimiz?